Jadidlar bu millat uyg'onishining boshlanishi, jaholat va zulmatga qarshi yonib turgan chiroq edi. Ular ilm, najot, tarbiya deb xalqni uyg'otdilar. Yangi maktablar, yangi fikrlar va yangi hayot sari da'vat etdilar. Behbudiy fitrat avlodli elga yo'l ko'rsatdi har bir satr, har bir elga. Ular ketdi ammo ruhi barhayot, uyg'onish degani muqaddas hayot. Ma'rifat bayrog'ini baland tutdilar, maktablar ochdilar, ham o'qitdilar, vatanni ulug'lab she'rlar bitdilar. Jasorati yuksak buyuk jadidlar. Har so'zda haqiqat, har so'zda orzu. Elim deb, yurtim deb sochdilar yog'du. Ular xotirasi yashaydi mangu, mangulik qasrini qurgan jadidlar. Xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq ko'chdir, xalq isyondir, xalq olovdir, xalq o'chdir. Xalq qo'zg'alsa, kuch yo'qdir kim to'xtatsin. Quvvat yo'q kim xalq istagin yo'q etsin. Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Xalq istadi, toji taxtlar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin bu o'lka, ketsin uning boshidagi ko'lanka. Bir qo'zg'alur, bir ko'pirar, bir qaynar, bir intilar, bir hovliqar, bir o'ynar. Yo'qlikni-da, ochlikni-da yo'q etar, o'z elini har narsaga to'q etar. Butun kuchni xalq ichidan olaylik, quchoq ochib xalq ichiga boraylik.